Mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Termiz filiali ham foydalanishga topshirildi. 504 o'quvchiga mo'ljallangan mazkur ta'lim muassasasida o'quvchilar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. 222 o'rinli yotoqxonaning mavjudligi esa viloyatning turli hududlaridan kelib tahsil oladigan yoshlar uchun yanada keng imkoniyat yaratadi. Yangi ta'lim maskanining foydalanishga topshirilishiga bag'ishlangan tadbirda so'z olgan viloyat hokimi yoshlarga yaratilayotgan bunday imkoniyatlar zamirida yurt taraqqiyoti uchun munosib avlodni tarbiyalash, ularning bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarishdek ezgu maqsad mujassam ekanini ta'kidladi. Shundan so'ng viloyat rahbari yangi maktabda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Zamonaviy sinf xonalari, ta'lim jarayoni uchun zarur jihozlar va yoshlarning bilim olishi, izlanishi hamda o'z iqtidorini namoyon etishi uchun yaratilgan imkoniyatlarga e'tibor qaratildi. Shuningdek, video konferens aloqa orqali shahar va tumanlardagi yana 35 ta maktab va 13 ta bog'cha ham foydalanishga topshirildi. Buning natijasida 11 ming nafar o'quvchi va 1,5 ming nafar bog'cha tarbiyalanuvchisi uchun zamonaviy ta'lim-tarbiya sharoitlari yaratildi. Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabimiz 2026 va 2027 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni qabul qila boshladi. Bu maktabda aniq fanlar chuqurlashtirilib o'tiladi. Bu o'quv maskanida barcha pedagoglar tanlov asosida qabul qilinadi. Ushbu davlat maskanida o'zim ham tanlov asosida qabul qilindim va men bu imkoniyatdan juda ham xursandman.